tinglovchilar, bugun sizlar bilan elektr bo'limiga doir masalalar ishlaymiz. Masalaga berilgan fizik kattaliklarini yoza olamiz. Masalaga berilgan fizik kattaliklarini yozib oldik. Bu yo'lda 2 mm metrga aylanib qo'ydik. 10 darajasi metrga 3 ga teng. Tok kuchimiz 4 ampere, kuchlanishimiz 8 volt. Mislning solishtirma qarshiligi demak 1.7 10 darajasi -8 ampere metrga teng. Demak, mislning uzunligini topib olishimiz kerak. Masalaga kerakli bo'lgan, tegishli bo'lgan formulalarni yozamiz. U taqsim R'dan birinchi formuladan R'ni topib olamiz. Erting U taqsim I birinchi formula qo'yamiz. Solishtirma qarshilikka bog'liq formulamiz erting R ko'paytirilgan R taqsim S ikkinchi formuladan ikkinchi formulaga qo'yamiz. R'larni tenglashtiramiz, ya'ni 1 shtrix bilan 2 ni tenglashtirib olamiz. 1 shtrix bilan tenglashtiramiz 2 ni. İkinci formula o vaqtda U taqsim I teng bo'ladi R ko'paytirilgan R taqsim S ga. Bizga tekshirilayotgan kattalik uzunlik hisoblanadi. 50 topib olishim kerak formuladan. Agar bu formulada 50 topib olsam, formula quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demak, I teng yozilgan birinchi marta I ko'paytirib L teng R teng U ko'paytirilgan S ga. S mislning solish kundalang kesim yuzi. S kundalang kesim yuzasi. L ni topib olamiz. L teng U ko'paytirilgan S taqsim I ko'paytirilgan S. L ko'paytirilgan I. bo'ladi. Endi bizga mislning kundalang kesim yuzasi berilmagan. Demak, yuzani, doirani yuzasini tashkil qiladi. Mislning kundalang kesim yuzasi, doirani yuzini topish formulasi S teng P R kvadratga teng. Demak, masalanning shartiga ko'ra, demak, doira radius R berildi. Ikkita R teng bo'ladi diametrga teng bo'ladi. Shu yerdan biz R'ni topib olsak, R teng D taqsim 2. D taqsim 2 qiymatini olib kelib R'ga qo'yamiz. Qiymatga qo'yamiz. Vaqtda S teng P kasr qismini birdan kvadratga yozib qo'yaman. D ni kvadrat taqsim 4 qiymatga erishamiz. Bu oxirgi kerak bo'lgan formulamizni 3-chi formulaga qo'yib qo'yamiz. 3-chi formulamiz S ni qiymatini olib kelib, tepadagi formulaga L topgan formulamizni qo'yamiz. U vaqtda L teng formulani yozamiz. L teng kasrcha kuchlanish bor bizga. Hop. S ni o'rniga P ko'paytirib D kvadrat qo'yamiz, 4 ni mahrajga tushirib yozib qo'yamiz. 4 ni mahrajga tushiramiz. P ko'paytirilgan D ni kvadrati taqsim I ko'paytirilgan R. Bizga kerakli formulani keltirishadi. Kerak kattaliklarni o'rniga olib borib qo'yamiz. Teng asosida 10 o'rniga 8 Tani o'rniga 3.14 D ni o'rniga 2 ko'paytirilgan 10 darajasi -3 ni kvadrati taqsim 4 ko'paytirilgan N o'rniga 4 ko'paytirilgan R o'rniga 1.7 10 darajasi -8 ifodani ishlab qo'yamiz va simni uzunligini topamiz shundan. Ketdik. Demak, masalaga quyidagicha yondashamiz. Bir nechta kichik tomchilar qo'shilib, bir katta tomchini hosil qiladi. Demak, buni agar yozadigan bo'lsak, birinchi tomchilarni qo'shish natijasida
bitta katta tomchini hosil qiladi. Demak, o'sha katta hosil bo'lgan sharni potensial energiyasini, potensialini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Buni formulasi demak Phi kasrsi u taqsim 2 P epsilon 0 ko'paytirib R. Formula orqali qilamiz. Bu katta tomchining potensial energiyasi, kichkina tomchi uchun yozamiz. Har bir kichkina tomchi potensial energiyasi Phi1 teng U1 taqsim 2 P epsilon 0 R. Bu har bir kichik tomchilarning potensiali. Xo'p, agar bu hosil bo'lgan katta sharni zaryadi barcha kichkina sharlarni zaryadlarini yig'indisidan teng bo'ladi. Ya'ni enta zaryadlangan kichkina sharchalar qo'shilib bitta katta tomchini hosil qilgani uchun, demak, bu katta tomchi zaryadi Q teng bo'ladi. Eng ko'paytirilgan Q1. Endi agar buni o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, buni birinchi formulani belgilasak, buni ikkinchi formulani belgilaymiz. Üçüncü formula belgilaymiz. Üçüncü formulani ikkinchi formulaga, birinchi formulaga qo'yamiz. Birinchi formulaga qo'ysak, Phi kasrsi R ko'paytirilgan Q1 taqsim 4 P epsilon 0 ko'paytirilgan R ko'rishiga bo'lamiz. Xo'p, ikkinchi formuladan Q1 ni topib olamiz. İkinci formuladan Q1 ni topib olsak, bu formulani 3 formula deya qo'yamiz. İkinci formuladan Q1 ni topib olamiz. Q1 ni topib olsak, Q1imiz teng bo'ladi. Phi1 ko'paytirilgan 4 P epsilon 0 ko'paytirib R ga teng bo'ladi. Ikki formula belgilab qo'yamiz. İki formulamizni qo'yamiz 3 formulaga. Bu vaqtda bu formulaga o'rniga olib qo'ysam, Phi'miz teng bo'ladi. Kasrsi n ko'paytirilgan Phi1 ko'paytirilgan 4 P epsilon 0 ko'paytirib R taqsim 4 P epsilon 0 ko'paytirilgan katta R ga teng bo'ladi. O'xshash qadar hisoblaymiz, qisqartib yuboramiz. 4 P epsilon bilan 4 P epsilon qisqarib ketadi. Hosil bo'lgan natijani yozib qo'yamiz. Shu vaqtda n ko'paytirilgan Phi1 ko'paytirib R taqsim katta R ga teng bo'ladi. Hosil bo'lgan ifodani raqamga yozib qo'yamiz. Demak, Phi'miz teng bo'lar ekan, kasr chizig'i R ko'paytirilgan Phi1 ko'paytirilgan R taqsim katta R'imizga. Ifodani 4-formulaga qo'yamiz. Endi bitta kichkina tomchining hajmi birgalikda qo'shilib bitta katta tomchining hajmiga teng bo'ladi. Demak, bu tomchi qo'nish bo'linib o'zini shar shaklida bo'ladi. Demak, sharni hajmi topish formulasi katta sharni hajmi uchun yozamiz. Demak, V teng 4 taqsim 3 P R kubga teng bo'ladi. 5-formula. Har bir kichkina sharchalar uchun yozamiz. Bu vaqtda bitta sharni hajmi, kichkina sharcha hajmi 4 taqsim 3 P R kubga teng bo'ladi. 6-formula. Bir necha kichik tomchilarning hajmi umumiy katta sharning hajmini beradi. Bir necha kichik tomchilarning hajmi umumiy katta sharning hajmini berganligi uchun katta sharning hajmi V teng bo'ladi, n ko'paytirib V 1 ga teng bo'ladi. 5-formula bilan 6-formulani olib kelib ifodaga qo'yamiz. Ya'ni 7-ifodaga qo'yamiz. Shunda quyida ko'rishga olishimiz mumkin. 4 taqsim 3 P R ni kubi teng n ko'paytirilgan V1 uchun kichkina tomchi hajmi uchun yozamiz. 4 taqsim 3 P R kubga. Kichkina tomchi radiusi. Katta tomchining katta sharning radiusi. O'xshash qadarni qisib yuboramiz. Qisqartiramiz. Demak, hosil bo'lgan natijamiz R teng bo'ladi
rni kubi teng bo'ladi. Xo'p, p ko'paytirilgan r kubga. n ko'paytirilgan r kubga teng bo'ladi. Xo'p, hosil bo'lgan ifodani r kubiga kub ildiziga olamiz, tenglamanliklar tomonini kub ildiziga olamiz. Bu vaqtda kub ildizi ostida r ni kubi teng kub ildizi ostida n ko'paytirilgan r ni kubiga. Demak, buni r bo'ladi, r teng bo'ladi. Xo'p, kub ildizi ostiga n ko'paytirilgan r ga teng bo'ladi. Agar ifodani 8-ifodada belgilasak formulani 8-formulani qo'yamiz. 4-formulaga olib kelib qo'ysak 8-formulani hosil bo'lgan ifodani yozamiz. Unda f teng bo'ladi kasr qismi n ko'paytirilgan f1 ko'paytirilgan r taqsim r o'rniga qo'yamiz. Qiymat r ning qiymatini o'rniga natijasini yozamiz. Kub ildizi ostida n ko'paytirilgan r ga teng bo'ladi. R kichkina biz tark etadi, hosil ifodani yozib qo'yamiz. F ning oldigacha yozib qo'yamiz. F1 kasr qismi n taqsim kub ildizi ostiga n. Ifodani shu holatda qoldirsa ham bo'ladi yoki kasrlarni bo'lib natijasini yozib qo'ysa ham bo'ladi. Demak, majmum quyidagi ifodaga teng ekan.